Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz Toshkentga yaqin, shovqinsiz, tinch joyda obyekt qidiryapsizmi? Unda sizga Zangiota tumanidagi Solnichniy Turkiston mahallasida birinchi liniyada joylashgan 8,5 sotuvli obyektimizni obzorni qilib beramiz. Ushbu obyektimiz ekologik toza joyda joylashgan bo'lib, yon atroflar yashil hududlardan iborat. Yo'limizni tushuntiradigan bo'lsam, bu yoq tarafimiz trassa betonkaga olib chiqib etiladigan yo'limiz, bu yoq tarafimiz ya'ni o'ng qo'limizni Zangiota ziyoratgohiga olib chiqib etadigan yo'limiz. Qadrdonlar, fasadiga to'xtaladigan bo'lsak, 20 metrga 42,5 metr. Tijoratchi akalarimiz uchun har xil turdagi tijoratga mos, shaharimizga yaqin, ekologik toza joyda, joyi a'lo, narxiga to'xtaladigan bo'lsa 150 ming AQSh dollari belgilandi. Agar qiziqqan bo'lsangiz, bizga hoziroq yozing yoki qo'ng'iroq qiling.